67 ming so'mga mana ola. Erkak torpaqlar o'zalinib tur 67 ming so'mdan. Qiziqqanlar, assalomu alaykum. 18 bugun aprel, Sharof mol bozori, 2-chi chiqarilishimiz buyursa. Buqa bozordamiz, bunani qarangizlar. Mana shular savdo bo'lib o'tadi. Puli qancha bo'ldi aka, puli? Qanchada o'tasiz? 75 ming so'mdan. Kami bor, bunani qarangizlar. 75 ming so'mdan. Amashlyapani bor jaylabsiz. Qanchadan kami bor ekan bularda? Assalomu alaykum. 80 ming so'mdan kami bor. Mana qarangizlar. O, mana shu ketayotgan sifatli bir bilaylichi qancha olib ketdi ekan, mashalloh. Yo'q, zo'r. Aka, qancha bo'ldi bu qamiz? 150 ming 500 so'm. Boqqangadagi, uruqqa qo'ygangadagi jar ayturgan sifat 4 so'm bu ekan. 150 ming 500, barakasini bersin. Qancha qolindi ekan? 91,5 ming so'mga mana shu. Bu hovuz olindi. 91,5 ming so'mga. Mana. Hozir mana yoqdagi o'ta qiziyotgan yerlardan. Akam, assalomu alaykum. Qanchadan o'tasiz bular? 90 ming so'mdan kami bor. Mana. 90dan. Bozor qancha suradi aka? 82-83 dan berilib aytadi. Barakasini bersin. Mana. Aka, bu sifat qancha bo'ldi sifat? 100 kami bor. Bozor qancha berdi? Bo'ldi aka. Assalomu alaykum. Mana dağı biz kuchli bo'g'a turganidan puli qancha bo'ldi aka? 25 ming bo'ldi. 125 ming so'm. Biroq o'ta kuchli bo'g'a ekan bo'g'a turgan. 125 ming so'm. Barakasini bersin. Assalomu alaykum aka. Ishlaringiz yaxshi, zo'r ekan. Mana sifatni qarangizlar. Puli qancha olib ketdasiz? 94 bo'ldi. Berildi ha? 94 ming so'mga berilibdi. Bo'g'a turgan sifati yaxshi bo'g'a ekan 94 ming so'mga. Mana yoqdagi mana bo'g'a turganlardan pullari qanchadan tutasiz? 90 ming, 100 ming, 110 ming so'm. Qiziqqanlar mana. Barakasini bersin. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshi. Zo'r aka. Ashtam qanchada o'tasiz buni? Bu 200 ming. Mashallah, bo'ldi. Aka qanchadan bu qolarmiz? 100 dan. Bozor suradi 100 ming so'mdan. Mana bu qolar 100 dan. Barakasini bersin. Mana savdo bo'lib o'tadi. Rozi bo'lib bersin. Qancha? Qancha berib o'tadi aka? Qancha? 102,5 ming so'm. 102,5. 103 ga bo'lsa beraman deydi. 102,5 ming so'm savdo bo'lib o'tadi. Qiziyotgan yeri. Barakasini bersin. Mana yoqda semizlar bor. Spotlar bor, hozir tartamiz. Mana shular, vahshiy zo'rlardan bu. Mashallah mana. Buqa bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlarga mana qarangizlarchi. 3 ta buqa. Ularning pullari qanchadan ekan ekan? 140 mingdan ekan. 140 ming so'mdan. Torpoq o'xshaydi, bir arjosh bu. 127 dan. Mashallah, biroq qayoqdan kelgan aka? Bishkekdan kelgan, atak sifatlari nomerali. Bozorda oldi buqalari 140 dan kami bor. Joshlari birar joshga yetib qolsa kerak. Nomerni bering aka qiziqqanlarga. Sotavizda 0773 52 56 56. Adres aka. Savxoz o'zingizda ekan bemalol kelarasiz Qizilqiyada savxozda. Barakasini bersin. Qanday deysiz? Angus bor, urug'qa. Daga angustag'i bormi? Angustag'i bor ekan qiziqqanlarga mana urug'qa. Mashalloh, zo'r biroq. Barakasini bersin. 127 dan berilib aytadi. Ulan aka buqa olib turdi mana. Mashalloh. Ulan aka qancha bo'ldi bu? Nima deysiz? Qancha deysiz? 125 ming kami. 125 kami bor ha? Ekitish. Bu quruqdagi nima? Ko'ka chiqibmi? Ko'kdagi buqa jayloga aytsangizlarda bo'ladi.
125 ming so'm. Atak jonboshi ham zo'r ekan, ha, maşallah. Jonbosh oldi orqa biroq zo'r. 125 ham bor. Nomerni ayting. 75 bin. 0775 47 51 47. 47 51 47. Oğlum degenler paylaşıyorsun. 24 ta siyozda. 24 ga jeti Ulan akamda buqa bo'ladi. Постоянный связь qilasizlar. 117 mingga olindi. Bundan da yamayış. Realnisi 117 ga olinibdir. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Hozir qaytam. Ova qancha bo'ldi to'qol? 41. 141 ming. Narxinizchi? 35 yarım. 35 yarim, 135 yarimga mana muyuzusi 141 ming so'mga mana to'qoli. Buna qora qancha bo'ldi? 138 ming so'mga mana Angus buqamiz ketdi. Bo'ldi aka. 138. Maşallah mana barakasini bersin. Aka mana qancha bo'ldi mana shu cho'ng buqamiz? 148 ming bo'ldi. 148 ming biroq bog'a turgan ekan, zo'r ekan. Torpoq bo'lsa kerak, chibziliga. Paltarashka, so'k so'q zo'r ekan. 148 ming so'm. Sotmaysizmi? Yo'q. Uyga ketadi-a? 10 ming berdi, bermedik. Maşallah, 10 mingga berilibdir. Biroq tuyoqlari ham zo'r ekan aka. Zo'r. Ko'kka chiqqan bu qolganda bu. Ko'kka chiqqan. Dag'i kengayadi-a? Barakasini bersin. Mana shu akalarim atak чисто мощный buqalarni oladi. Bog'lab deydi. Zo'r aka. Paltarashka buqa ekan. Maşallah. 148 ming so'm bo'libdir. Zo'r bo'libdir aka. Barakasini bersin. Buna qancha bo'ldi aka? Puli 130 ming so'm. Maşallah. 162 ming so'mga mana sotildi. Barakasini bersin. Bo'ldi 162. 210 ming so'm bo'libdir. Buna ikkita qora buqamiz. 210 ming so'm. Qiziqqanda. Mana buqa bo'g'atganlarga 105 dan. 105 dan bo'lib qoladi. Mana qancha bo'ldi aka? 156 ming so'm. 156 dayar bo'g'ilganidan. Qancha bo'ldi işte shu? 152. 152. Mana qizil qancha bo'ldi taqsi? Bilmayman. 140 ming so'm kami bor deyotadi ertamini. 37? 137. Barakasini bersin. Mana yoqda kuchli buqalardan bor. Hozir ham mana gigantlaridan Joy Westga 737 kilo chiqdi mana shu. O, bo'ldi. Fermer akamiz o'zi dehqonchiligini olib chiqibdir. Hem ektiş buzganmi? Ektiş 4 ekticha? Yo'q, ektiş buzdir. Qancha dedingiz-da? 290 ga sotildi? Yo'q, berilmadi. 290 ming so'mga berilmay qo'ydi. Maşallah zo'r aka. Barimizga nasib qilsin mana shunday buqalardan kamida 4 ta. Barakasini bersin. 10 ta boqchayin 4 ta boqib million berasizda. Realnisi mana shunday. 10 tani boqib go'ngini tozalab, go'ng tashigichayin 4 tani bunday qilib komfortna boqib olib chiqsangizlar, mana 300 ming so'mdan sotib oladi. Barakasini bersin. Biroq mehnat bor. Bunun orqasida o'ta ko'p mehnat bor. 7 oy, 8 oy, 1 yil boqilgan buqalar. Barakasini tog'ing aka, xudo xolasa yaxshi pulga sotdi. 180 ming so'mga mana shu buqa sotildi. 180 ga. Qancha bo'ldi ekan? 100 ming so'mga mana gunajin birdi tug'an ketdi. 180 ga mana ketdi. 3 tasi qancha bo'ldi dedi mana buqalarda aka? 580 bo'lsa 193 ming 300 da mana 3 ta katta ketdi. Mana shu uchovi. 1 2 3 uchovi ketdi. Maşallah. Qancha berdingiz? 160. Qancha? 161 ming berilib beribdir bundan buqa. Mana deyil, gigantlardan dağı. O'ta kuchli buqalar. Maşallah. Abdurahmon aka qaysi biri ketdi? Chinangizni aytaman. Aka, qancha bo'ldi puli? Bo'ldi, buqani ayting. 158 ga.
berilmey qo'yibdi. 245 ming so'mga Rashtakaga ketdi mana Rasht qassob degan bir otamga. Mana akam bo'ladi. O'taverasizlar, ertang soylovi. İkinci gün çıkar göz. Ikkinchi kun et buyursa, vtornik kunga. Rasht qassobga o'taverasizlar, mo'yinni qarangizlar. Voy. Maşallah zo'r. Barakasini bersin. Bunalar qancha bo'ldi aka? 220 ming so'mga maysalaga olibdir. Barakasini bersin. Bozor ama qiziyotgan yeridan. O narxlar qancha bo'ldi aka? Hozir 590 ming so'm. 1, 2, 3, 4 tasi 590 ga olindi. Xudoga Rashtaka oldi qassobxonaga. Ketet. Mana shu vtornik kundan ertasiga mana shular so'ylayveradi sekin cherazdan. O'taverasizlar. Barakasini bersin. Karavan mol bozori qiziyotgan yerlaridan kelaverasizlar.